Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bizdan budjetli variant joy so'ragan klientlarim diqqatiga katta yo'lni ko'ryapsizlar. Katta yo'ldan 50 metr. Mana masjiddan ana o'sha joygacha Tartsovoyda joylashgan joyimiz. 509, 7 ta xona, bitta sanuzel. Qo'limizning ichini ko'rishinglar mumkin. Yer hisobida uyimiz. Xohlasanglar yashaysizlar, xohlasanglar buzib, yangi kottejlar qursanglar bo'ladi. Xohlasanglar agar yo'q hammasini olishga bizda mablag'imiz yetmaydi desanglar, teng yarimidan bu yog'ini sotishadi. Yer tomonini bemalol foydalansanglar bo'ladi. Uyimizning ko'rinishi Tartsovoyda. Bu yoqdan ham kirsa bo'ladi, boyagi joydan ham kirsa bo'ladi. Bu yerda misol uchun kvartirani qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mulk sifatida olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ertaga bu yoqda G'ishko'prikda Chernyavkani posta ochilsa, bemalol sklad sifatida ham foydalansanglar bo'ladi. Joyimiz vobshe zo'r, mahallani ko'ringlar. Qo'limizning bu yoq tomondan ko'rinishini ko'ringlar. Kimga qiziq bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar, like bosinglar, podpiska bo'linglar. Bundan ham zo'r kontentlarni sizlar uchun olib chiqaman. Kim xohlasa, mana mashitdan yarimi ham beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.